Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Sport Plus kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, keling birgalikda bugungi roligimiz orqali kanalimizdagi obunachilarimiz sonini 1000 kishidan o'tkazamiz. Albatta bu Sport Plus kanali oilasi a'zolari qo'lidan keladi. Siz obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Angliya Husanovni tan oldi. Angliya Premyer Ligasining 4-turi qiziqarli o'tgan uchrashuvlarga boy bo'ldi. Ligada qatnashayotgan 20 ta jamoadan faqatgina amaldagi chempion Liverpool ochko yo'qotishlarsiz yurishda davom etmoqda. 4-turdan keyin kuchli to'rtlikdan joy olgan jamoalar Liverpool, Arsenal, Tottenham va Bournemouth o'z uchrashuvlarini g'alaba bilan yakunladi. Markaziy uchrashuvlardan biri Manchester derbisida bo'ldi. Josep Guardiola boshchiligidagi Manchester City futbolchilari o'z muxlislari ko'z o'ngida Manchester United darvozasiga javobsiz 3 ta to'p kiritib, mehmonlar ustozi Ruben Amorimning kursini qimirlatib qo'ydi. Bundan tashqari, ushbu o'yin davomida shu kuni shaharliklar hujumkor o'yin namoyish etdi va Erling Haaland, Jeremy Doku hamda Phil Foden uchligi United himoyasini yanchib tashladi. Manchester Unitedga katta summa evaziga olib kelingan hujumkor yulduzlar esa mezbonlar himoya chizig'ini yorib o'ta olmadi. Ayniqsa o'ng qanotda o'ynayotgan hamyurtimiz Abduqodir Husanov juda zo'r o'ynab, Josep Guardioladan tortib muxlis va mutaxassislarga bo'lgan qatlam ishonchini oqladi. Statistikaga ixtisoslashgan dunyoga mashhur WhoScored portali 4-tur yakunlandi bo'yicha Angliya Premyer Ligasining haftalik ramziy terma jamoasini tuzib chiqdi. Quvonarlisi, eng zo'r o'yinchilar qatorida 21 yoshli legionerimizga ham joy ajratildi. Ushbu manba Husanovning Manchester United bilan derbidagi harakatlarini 7.9 ballga baholagan. Bu ko'rsatkich unga ramziy tarkibda munosib o'rin topish imkonini berdi. WhoScored talqiniga ko'ra, Angliya Premyer Ligasining 4-tur ramziy jamoasi quyidagicha shakllandi. Darvozabon Ruben Dias, himoyachilar Abduqodir Husanov Manchester Cityda 7.9 ball bilan, Nicky Van de Ven Tottenhamda markaziy himoyachi 8 ball bilan, Tyrone Mings markaziy yarim himoyachi Aston Villa 7.8 ball bilan, James Garner Everton 7.7 ball bilan, yarim himoyachilar Nuno Mendes Arsenal 8,5 ball, Moise Caicedo Chelsea 7.9 ball, Martin Zubimendi Arsenal 8.7 ball, Jeremy Doku Manchester City 8.3 ball. Hujumchilardan esa Erling Haaland Manchester Cityda 9.4 ball bilan, Viktor Gyökeres Arsenalda 7.9 ball bilan. Endi Manchester City navbatdagi uchrashuvini 18-sentyabr kuni Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy guruhi 1-turida Napoliga qarshi o'tkazadi. Abduqodir Husanov ishtirok etishi kutilayotgan bu bahs Etihad stadionida bo'ladi. Josep Guardiola shogirdlari Angliya Premyer Ligasining 5-turida London shahrida Arsenal mehmoni bo'ldi. Bu bahs 20-sentyabr sanasiga qo'yilgan. Albatta do'stlar, hamyurtimiz Abduqodir Husanovga bu o'yinda ham omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Abduqodir Husanov deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Ispaniyaning amaldagi chempioni Barselona ham bor. Ushbu jamoa yetakchisi Lamine Yamal qit'aning eng nufuzli turnirida g'olib chiqish yo'lidagi eng asosiy raqiblarini sanab o'tdi. Chempionlar Ligasida asosiy raqobatchilarimiz kimlar? Birinchi navbatda Manchester City, Liverpool, Real, Bavariya va Paris Saint-Germain. Bu jamoalarning bari har doim g'olibligi asosiy da'vogarlardan bo'lib kelgan, dedi Lamine Yamal. Bu paytda bo'lsa Josep Guardiolaga ham jurnalistlar aynan siz uchun Chempionlar Ligasidagi asosiy raqiblar kimlar deganda Liverpool, Real, Bavariya va Paris Saint-Germain Barselonalarni aytganda, aynan Barselona jamoasida o'zingiz murabbiylik qilgansiz. Hozirda mana shu jamoani o'yini haqida va Lamine Yamalni hozirda kim to'xtata oladi degan savolga Abduqodir Husanov deb javob bergan. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimizning o'yini Guardiolaga juda ham yoqib qolgan ko'rinadi. Albatta bizga ham yoqadi. Nima bo'lganda ham hamyurtimizga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Husanov deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar va albatta keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yish hech qachon esingizdan chiqmasin. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.